Kvadratiga bor yo'g'i $605 so'rashayotgan uchastkaga kelganmiz. 2 etajli, 6 ta xonasi, 2 ta hol, 2 ta sanuzel, bitta oshxonasi bor. 95% ishi bitgan 2 etajli uchastkamiz. Kvadratiga $605 so'rashyapti. Bu pulga do'man bermasa kerak-ku, menimcha. Bersa ham shahar bir chetidan beradi. Qani bo'lmasa ketdi. Eshikdan kirganimizda oka chap tarafda katta mehmonxona keladi. O'ng tarafimizni mana oshxonaga joy qoldirishgan. Santexnika, elektrika barcha ishlarni, to'pli pullarni qilib bo'lishgan. Kosmetika qilasiz, bo'ldi, eshik romni qo'yib. Atak eshiklar ham bor ekan, ichkari eshikni ham qo'yib yuborasiz. Bu yerda mana umumiy yuvinish xonasi, bu yerda yana bitta kattalar uchun yotoqxona qoldirilgan. Bu zinadan tepaga chiqsa bo'ladi, to'g'rida orqa hovliga chiqamiz. Ikkinchi etaj ko'rib chiqamiz, qani ketdik. Ikkinchi etajga chiqib kelar ekanmiz, o'ng qo'lda bitta spalnigimiz keladi. Uning yonida ikkinchi spalnigimiz, bu yerda yana bitta xonamiz keladi. Uning yonida yana bitta spalnik keladi. Ikkinchi etajimizda 4 ta xona bor. Bu yerda mana umumiy yuvinish xonasi joylashtirilgan. Televizorga mo'ljallashgan. Ko'cha tarafini ko'ryapsizlar, kosmetikaga tayyor bo'lib turibdi. Fasadlari ham katta chiroyli qilib 2 etaj qurib qo'yishgan. Lokatsiyani tushuntiraman. Indeks bozorgacha 1 kilometrcha chiqadi. Yangi hayot Chortoq mahalla bo'ladi. 2 sotuga joylashgan. Narxini $3000 deyapti. Qiziqqanlar uchun past egan raqamini qoldiraman.